Yangiliklarimizdan biri bo'lgan 5 metrli printerimizni o'rnatish jarayonidamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 5,5 metrli Ecosolvent printerimizni ustanovka qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin 8 ta i3200 golovka bilan jihozlasa ham bo'ladi. Hozirda biz 4 ta golovkani ustanovka qilyapmiz. To'rtta Epson i3200 golovkani ham o'rnatib oldik. Kraskalarni keltirdik. Mana printerimizni o'rnatib ham bo'ldik. Endi buni ishga tushirib, sinovdan o'tkazishimiz kerak. Chiroyli pechatlarni chiqarib ko'ramiz. Natijada patolog chiqarishlik uchun mexanizmlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Chiqarishlar ham juda ham a'lo, yuqori sifat. Kimga mana shunday printerlar kerak bo'lsa, bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. O'zimiz o'rnatib beramiz, ishlatishni o'rgatib qo'yamiz. Servis xizmatlarimiz ham bor.